Hammaga salom. Tak, zapis ketdi. Yaxshimisizlar? Bo'lyaptimi? Bugun qiladigan savdoyimni YouTube'ga qo'yaman. Qo'yish niyatim bor. Hozir qiladigan savdoyimni. Xo'p, hozir bo'lsa danli momentda oltin instrumenti, ya'ni bu HowUSD traderlar uchun savdo qilishga beriladigan vosita HowUSD instrumentini ochib qo'yganman. Bu hozir 15 minutlik time frame'da kuzatib turibmiz. Xo'p, birinchi navbatda men nimaga e'tiborni qaratmoqchi bo'lgan bo'lardim. Hozir soat 17:46, hali beri soat 7 bo'lgani yo'q. Shuning uchun savdoni men 7 dan keyin qilaman odatda. Ungacha bozor qiladiganini asosan mana shu 5 dan 7 gacha bozor har xil qiladigan manipulyatsiya yoki boshqa narsalarni qilib oladi. Xo'p, bo'lmasa hozir men nimani aytmoqchi edim? O'rtoqlar, mana buni qaranglar. Hozir mana 4 soatlik time frame ga oldim danli momentda. Mana buni olib tashlaymiz. Davayt 4 soatlik emas, 1 soatlik olamiz. 1 soatlikda mana bundoq qilib qaraydigan bo'lsak, mana bu joyda o'ziga e'tibor qaratinglar. Qaranglar, men bu yerda ketayotgan range 630 pipsdan tashkil topgan. Bilet, 630 pips o'ylayapsizlarmi? Agar 4 yil 5 yildan beri oltinda ishlaydigan bo'lsangiz, eslang 2 yil 3 yil avval qanaqa holat edi. 2-3 yil avval maksimum chiqadigan bo'lsa, mana shunaqa 63 pips chiqardi. Bu hozir 63 pips emas, bu hozir 630 pips. Nimalar bo'lyapti? O'rtoqlar, men shuni sezyapman. Narx ko'tarilgan sari harakatlar juda ham kattalashib ketyapti. Shuni hisobiga iloji boricha kichikroq lotlarda savdo qilgan yaxshi. Minimum lotlarda 5 minutlik time frame ga olib turib qaraydigan bo'lsak, bunaqa narsa avval bo'lmasdi. Men buni qaranglar. 5 minutlik time frame bitta svechani o'zi 200 pips. 5 minutlik shamni o'zida 200 pips. Nimalar bo'lyapti? Men buni qaranglar. 180 pips. 5 minutlik sham. Mana buchi 211 pips. To'g'risini aytsam, avvallari Amerika sessiyasini o'zida maksimum harakat bo'lsa 300 pips bo'lsa, wow, 300 pips harakat bo'lyapti deylardi. Endi hozir bo'lsa, mana bu kun davomida ketayotgan savdo, mana bu flat ichini qaraydigan bo'lsak, 646 deyarli shu 650 pips atrofida. Vobshe bu narsa to'g'risi. Va men hali bir narsani ko'rdim 1 minutlik time frame ichida. Mana bu shamga e'tibor qaratamiz. 1 minutlik time frame ichida hech qanaqa bir yangiliksiz, hech qanaqa bir reportlarsiz yoki bir oltinga ta'sir qiladigan narsalarsiz 163 pips o'ylayapsizlarmi? 1 minutlik time frame o'zi. Mana shu orada ko'zimizga uzunroq ko'ringan har bitta sham 100 pipsdan iborat. Nimalar bo'lyapti? 100 pips o'ylayapsizmi? Lekin bir tarafdan bozorda bunaqa bo'lgani ham yaxshi, ham yomon tarafi bor. Bozor yo u yoqqa yo bu yoqqa juda ham tezroq boradi va foydaga va shu bilan birga zararga ham tezroq kiradi. Bu narsa ham yaxshi va ham yomon tarafi. To'g'risini aytsam, xo'p, hali bir Amerika sessiyasi kirgani yo'q. Amerika sessiyasi bilasizlar 6:30 da kiradi, chunki hozir qishki vaqtdamiz. Ko'pincha 7 dan keyin savdo qilaman va bitim daji 8 dan keyin ham ochilishi mumkin. Chunki bu vaqtgacha oltin qiladiganini qiladi, yuradigan tarafga bir qator yurib, borib kelib olib yoki liquidity yoki o'sha yangilash kerak bo'lgan low yoki high'larini yangilab kelib oladi. Men o'ylayapman, bugun sellga bitim qilishim mumkin. Xo'p, atak hozirgi turgan holatidan bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, flat bo'lyapti va pastda mana bu joydagi low'larni most yangilashi mumkin. Lekin agar hozirda harakatlanayotgan mana bu 4 soatlik candle yopilishiga qarayman, asosan bu soat 7 da yopiladi. Yopilgandan keyin most yana qo'shimchasiga xuddi avvalgidek 1 soat kutishim mumkin bo'ladi, chunki men bozorda manipulyatsiyasiga uchib qolishni xohlamayman. Agar mana shu 4 soatlik candle mana shu zona atroflarida diapazonda pastda yopiladigan bo'lsa, vot undan keyin bir xilga qarab ko'rsa bo'ladi. Nu agar mana shu 4 soatlik yuqori mana bu atroflarda yopiladigan bo'lsa, unda buyga qarab ko'rish mumkin, chunki men o'ylayman mana bu zonalarga bir chiqib kelsa kerak. Va agar albatta shuni eslatib aytib o'tib ketaman, bu gapirayotgan gaplarim, analizlar, tahlillar, qarashlar, bular hammasi meni shaxsiy qarashim, shaxsiy tajriba, shunaqa narsa, shunaqa tema. Agar sizniki bilan to'g'ri kelmaydigan bo'lsa yoki siz boshqa narsa bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, pожалуйста, men buning hech qanaqa qarshiligim yo'q. Xo'p jigarlar, 4 soatlik time frame, 4 soatlik sham yopildi. Xo'p, 4 soatlik sham yuqoriroqda bullish bo'lib yopilgan, lekin shunga qaramasdan men bu diapazonga yaqin yerda yopilyapti. Men buy olgan bo'lardim, qo'rqmasdan, cho'chimasdan, agar narx mana bu atroflarda yuqoriroqda, aytaylik 4950 atroflarida yopilgan bo'lganda, vot undan keyin buyga ko'rish mumkin edi. Lekin mana bu svechaga qaraydigan bo'lsak, yuqorisida ham anchagina soyasi bor, qancha 170 pips soyasi bor. Bu degani
yuqoridan normalniy, yaxshigina davleniya, qarshilik bor degani. Mana bu joyga e'tiborni qaratamiz. Xo'p, to'g'ri, hozir 4 soatlik sham mana bundan yuqorida yopilyapti. Ya'ni mana bu joydagi tarixda поддержка bo'lgan va narx yorib tushgandan so'ng rezistansga aylangan zonadan-da bir qancha yuqorida yopilyapti, lekin bu yetarli emas. Xo'p, o'rtoqlar bo'lmasa men mana shu joyda sell bitim olyapman. Давайте sell. Men o'ylaymanki, narx pastga tushib, hech bo'lmaganda mana bu yerdagi lowlarni yangilaydi. Давайте take profit mana bu atrofga qo'yamiz. Где-то 200 pips atrofida take profit bo'ladi va buni stop lossini esa stop lossini tak давайте qidiramiz. Stop lossini где-то mana bu atrofda yuqorisiga qo'yaman. Вот stop loss bor, take profit bor. Endi bo'lsa ko'ramiz. Qani bundan buyog'iga bozor qanaqa harakat qiladi? Вот, уже menimcha qancha pips bor? Уже 70 pips profitda turibmiz. Mana o'chirib tashlasam ham bo'ladi. Nefex. Yeah. I never take doubt as a lesson. I never second guess it. Take negativity and reject it. I got my mind blind to reject. Так, давайте без убытка qo'yamiz. Без убытка mana shu joyda. I run this campaign like I'm running an election. I pop this champagne like we're not in a recession. I feel no damn pain. Ibuprofen is a blessing. Feel it pumping through my veins. Got me feeling like I'm flexing, yeah. I'm in motion, I'm obsessive like the ocean. I'm relentless, no promotion, still progressing. Overdosing on these lessons and these words. Xo'p, где-то уже o'rtoqlar, уже take profit. Take profit bor o'rtoqlar. Oltinda rosa savdo qiladigan vaqt bo'lib qopti. Yo'q, bu yerdan emas, mana bu yoqqa o'lchashim kerak. 3 minut ichida 270 pips va mana bu joyda bo'lsa men olgan profit 200 pipsdan tashkil topyapti. Nu, to'g'risini aytsam, kichikroq lotda bitim ochdim, chunki bunaqa joyda katta bitim ochdan avval odam yaxshilab o'ylab ko'rish kerak. Shundan keyin boshqa ishlamaganman, bozordan yengil chiqib ketganman va mana shu joyda videoni ham yakunlamoqchiman. Kanalga obuna bo'lish, videoga like bosish va xohlasangiz kommentariy yozib qo'yishingiz mumkin. Kanalda kuzatishda davom eting. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr. Watch me